Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizda shunday holat bo'layotgan bo'lsa, bosh tez aylanishi, quloqda tinimsiz shovqin, xotiraning pasayishi yoki holsizlik. Bu holat ko'pchilik buni charchoq yoki yosh o'tishi bilan bog'liq deb o'ylashadi. Lekin aslida bu narsa miyada tomirida qon aylanishini yaxshi emasligi. Bugun men sizlarga ana shu miyada tomirlarni ochuvchi, miyada qon aylanishini yaxshilovchi, miyani holatini yaxshilovchi tabiiy giyohlar haqida ma'lumot va tavsiyalar beraman. Inson miyasi organizmda eng ko'p kislorod talab qiladigan organlardan biri sanaladi. Ana shu miyada qon tomirlar toraysa, xolesterin bilan tiqilsa yoki qon quyuqlashsa, kislorod yetib borishi kam bo'ladi. Natijada quyidagi simptomlar yuzaga keladi. Hozirgina aytganimdek, bosh aylanishi, xotiraning pasayishi, diqqatning susayishi, charchoq, uyqusizlik. Agarda bu holat uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa, hattoki insult xavfini ham oshirishi mumkin. Shuning uchun miyada tomirlarni tozalash va qon aylanishini yaxshilash juda muhim. Bilasizmi, quloq va ko'z mayda kapillyar tomirlardan iborat. Ana shu tomirlar tiqilsa yoki siqilsa, ko'zda xiralashish hamda quloqqa shovqin paydo bo'ladi. Ko'p odamlar menga shunday savol qoldirgan. Tabib, menda quloq shovqini uzoq vaqtdan beri bor. Bu holat aslida miya qon tomirlari bilan bog'liq bo'lgan muammo. Shu sababdan miyada qon aylanishini yaxshilash quloq va ko'z uchun juda foydali. Yana bir qiziq fakt aytaman. Agarda miyada qon yaxshi aylansa, organizmda dopamin degan gormon yaxshi ishlab chiqiladi. Bu gormon kayfiyatni ko'taradi, inson tanasida harakatni chaqqonlashtiradi hamda tushkunlikni kamaytiradi, xotirani kuchaytiradi. Ko'p odamlardagi depressiya, uyqusizlik ana shu miyada qon yaxshi bormaganligi, kislorod yetmaganligini hisobidandir. Miya tomirlarida qon yaxshi aylansa, inson o'zini yengil, xotirjam hamda kuchga to'lgan his qiladi. Tabobatda miya qon tomirlarini ochishda juda ham mashhur va shifobaxsh bo'lgan ikkita giyoh bor. Shulardan birinchisi ginkgo biloba o'simligi azizlar. Bu o'simlik miyada qon tomirlarida qon aylanishini yaxshilaydi. Kislorod oqimini yaxshilaydi. Mana shu miya bilan ko'zni o'rtasidagi qon aylanishi hamda suyuqlik aylanib kelish sirkulyatsiyasini yaxshilaydi. Natijada miya bilan ko'zni o'rtasidagi aloqa signalni yaxshilaydi. Undan tashqari qonni aylanib kelishini yaxshilagan holda quloqdagi shovqinni bartaraf qiladi. Ikkinchi giyohimiz sinigalovnik, ko'z tikoni ham deb aytiladi. Bu qonni suyultiradi, qon tomirlarini tozalaydi hamda qonni yaxshi aylantirib berib, xotirani kuchaytiradi. Agarda bu ikki giyohni bitta qilib, masalan, bir idishga yoki choynak, termosga damlaydigan bo'lsak, yanada miya uchun ta'siri kuchli bo'ladi. Endi bu damlamalarni tayyorlashni ko'rsataman. Ginkgo biloba barglaridan yaxshilab maydalab olamiz qo'limiz bilan. Bir osh qoshiqqa o'lchab, choynak yoki termosga solamiz. Ustidan bir osh qoshiq yana sinigalovnik solib, yarim litr qaynoq suv solib 40 minut, 45 minut davomida damlaymiz. Ana shu damlama damini yeb bo'lganidan so'ng kun davomida 3-4 mahalga ovqatdan, choydan oldin bo'lib iste'mol qilamiz. Miya sog'lom bo'lishi uchun 3 ta oddiy qoidani aytaman. Birinchisi
ko'proq harakat, ya'ni ko'proq yurish. Bu qon aylanishini yaxshilaydi. Ikkinchisi ko'proq suv iste'mol qilish. Bu qon quyuqlashishini oldini oladi. Uchinchisi ortiqcha stressdan saqlanish. Chunki stress tomirlarni tortadi. Azizlar, shifo Allohdan, biz esa sababchimiz. Xuddi men aytgan tartibda mana shu giyohlarni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu degani tabobatdan bir kurs lecheniya. Xudo xohlasa o'zingiz xohlagandek natijani olasiz. Bu giyohlar va shunga o'xshash giyohlar haqida ko'plab ma'lumot va tavsiyalar berganman. Ko'p odamlar ana shu aytilgan, tavsiya qilingan giyohlarni bir vaqtda topolmagan va shu sababdan menga shunday savollar yozib qoldirishgan. Tabib, bu giyohlarni qayerdan topsak bo'ladi? Bu giyohlar o'zingizda bormi? Agarda o'zingizda bo'ladigan bo'lsa, borib olaylik yoki bizga yuboring deb. Endi bu savollarga javob tariqasida bizning shifobaxsh giyohlar olami deb nomlangan giyohlar do'konimiz bilan sizni tanishtirmoqchiman. Unda ketdik. Mana azizlar, bizni shifobaxsh dorivor giyohlar do'konimiz. Bu yerda inson salomatligi uchun juda ham foydali bo'lgan dorivor giyohlar ko'p va xilma-xillikda. Bu giyohlar saralangan, tozalangan va tabobatda qo'llash uchun mo'ljallangan. Ko'plab bemorlarimiz bu giyohlardan olib, iste'mol qilib yaxshi bo'lib ketishgan. Xudo xohlasa, siz ham yaxshi bo'lib ketasiz. Hozirgina ma'lumot bergan va tavsiya bergan giyohimiz ginkgo biloba va sinigalovnik o'simliklari. Keyingisi o'tgan safargi videomizda buyrak tosh tuzlarini eritishda tavsiya bergan giyohimiz mana bu giyoh bo'ladi azizlar. Bu giyoh haqiqatdan ham buyrak salomatligi uchun juda foydasi katta. Buyrakni toshini tushirishda, tuzini tushirishda, siydik yo'llarda shamollashlar bo'lganida yaxshi shifosi bor. Bu giyohdan iste'mol qilgan bemorlarimizni allaqachon toshlari tushib, parchalanib, siydik orqali chiqib ketgan. Yana bir shifosi zo'r bo'lgan giyohimiz, ayollarimiz sevib iste'mol qiladigan va sevganiga yarasha zo'r shifo qiladigan giyoh borovaya matka, krasnaya shetka. Bu giyoh haqida oldin ham ko'p ma'lumot berganman. Bu giyoh haqiqatdan ham gormonalniy muvozanatni yaxshilab beradi. Ya'ni bir tizimga qo'yib beradigan giyoh. Qalqonsimon bez faoliyatini yaxshilaydi. Buqoq, zubga foydasi bor. Undan tashqari kista, mioma, mastopatiya shu kabi kasalliklarni oldini oladi hamda davolaydi. Yana eng shifo qiladigan xususiyatlardan birisi erkaklarda adenoma kasalligiga shifo qiladi. Borovaya matka, krasnaya shetka. Mana shunday dorivor giyohlarga ehtiyoji borlar yoki tavsiya olaman deganlar uchun bizning manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Orzu bozor ro'parasida joylashgan yoki quyidagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Dastavka xizmatimiz ham yo'lga qo'yilgan. Sizlar bilan tabib Iskandar Saidov. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.